Baxtiyor Plus M studio mahsuloti O'tkir Shodmonovning kutilmagan tashrif loyihasi. Siz mehri daryosiz, siz mehri giyo. Qadr qasridagi malakdir siz yo. Jumlai jahonni etkay mahliyo, sizdagi latofat, sizdagi hayo. Men nechun siz haqda so'rmayin xayol. Mushviq u muqaddas, mo'tabar ayol. Aziz ayollarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Assalomu alaykum deymiz. Baxtiyor Plus M studiyasining muxlislari. Bugun kutilmagan tashrif loyihasi bilan xonadoningiz mehmonimiz. 29-iyul sanasida elimizning ajoyib xonadonlaridan biri Shonazar akamiz Ko'charov xonadonlarida yaxshi kun turmush o'rtoqlari Momagul onamizning 55 yoshlik qutlug' yoshlari. Shu munosabat bilan biz kutilmagan tashrif loyihasi ijodkorlarini Momagul onamizni hozirgi kunda musofirda yurgan dugonajonlari Faya opa deymiz, Farida opamiz Nabiyeva nomlaridan borib kutilmaganda dugonajonlarni qutlug' yoshlari bilan tabriklaymiz. Onani tabriklaymiz. Aka, uka, singillarni, otajonlarni tabrikladik. Bugungi kutilmagan tashrif loyihasi noodatiy, ya'ni dugonalarni borib tabriklash maqsadida yo'lga chiqamiz. Albatta musofirlar ham omon bo'lsin, ro'zg'or kamlarini yetqizaman deb, yangi solgan uyni bitqizaman deb, o'g'il o'ylab qizim uzataman deb, halol mehnat qilib rizqin terganlar omon bo'ling, olislarda yurganlar. O'ylaydi bolasi nima qilyapti? O'rtoqlari bilan o'ynab kulyapti. Yor meni sog'inib yig'lab kelyapti. Xayolida ming xil uyga borganlar omon bo'ling, olislarda yurganlar. Musofirlar omon bo'lsin. Kutilmagan tashrif loyihasi do'stlar davom etadi. Assalomu alaykum. Azizim, mani qadrdonim, men uchun eng aziz dugonalardan biri, eng qiymatli insonlardan biri Momoguljon. Seni bugun tug'ilgan kuning ekan. Seni tug'ilgan kuning bilan chin qalbimdan tabriklayman. Senga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Bolalaringni baxtiga sog' bo'lib yur, bizni baxtimizga sog' bo'lgin. Bolalaringni baxtini, kamolini, nabiralar, chabiralar ko'rib shularni atrofida go'zal momojon bo'lib har doimgidek shunaqa asal momo bo'lib yurgin ilohim. Umring uzoq bo'lsin dugonam. Allohim hech qachon senga g'am bermasin. Yomon kuning bo'lmasin ilohim. Har doim mana shu qo'shganing bilan qo'shsha qarib bolalaring atrofida shunday mazza qilib yurishlik, har doimgidek mana shunday kulib yurishlik, pozitivniy momojon bo'lib yurishlik senga Alloh nasib qilsin dugonajon. Sog' bo'lgin qayerda bo'lsang. Nasib bo'lsa O'zbekistonga borib seni yaxshi kuningda har doim yoningda bo'lishlik menga ham nasib qilsin. Tinch bo'laylik, sog' bo'laylik. Ana shunday do'stligimiz, dugonachiligimiz har doim abadiy bo'lsin. Bir umrlik bo'lsin. Seni juda yaxshi ko'raman. Men uchun juda qiymatli qizsan. Boringga shukr. Sog' bo'lgin. Öptüm sana, canım asalim. Tashrif loyihasi do'stlar, Shonazar akamiz Ko'charov xonadonlarida. Ketdik. Shullaring oyingga gul otibsan bo'ldi. Vaqtlarda labingda qon otibsan bo'ldi. Bu haqda kimlargadir sotibsan bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 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 Sen baribir muqaddassan,
muqaddas ayol. Asli bu bog' ermaklarning borar yeri sen. Rost bu yolg'on erkaklarning borar yeri sen. Asovatdek erkaklarning borar yeri sen. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 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 Assalomu alaykum. Shohidar akamiz Ko'charov xonadonga tashrif buyurgan yaqinlar, qadrdonlar, onajonlar, opa-singillar. Qolaversa, Momogul onamizni dugonajonlari. Bugun 29-iyul sanasida Momogul onamizni demak 55 yoshli tavallud ayyomlari ekan. Biz kutilmagan tashrif loyihasi ijodkorlari kim nomidan keldik? Nima deb o'ylaysiz? Ha? Kutilmagan nima deb kim deb o'ylayapsiz? Akram farzandlaringiz Adham. Balkim, lekin biz bugun sizni musofirda yurgan Faya opamiz Nabiva nomlaridan keldik. Bugun yoshingiz bilan tabriklash maqsadida Faya opa dugonajonlar chaqiringlar barchasini, opalarimiz agar bo'lsa, yaqinlar o'tinglar. Faya opa, Momogul opa, qarangki, kechasi menga soat 12:01larda telefon qilyapti-da. Aloqaga chiqib ertaga bir yaqin dugonamning tavallud kuni borib, meni nomimdan borib tabriklab kelasiz deb aytdilar. Agar hozir ijtimoiy tarmoq aloqa bizda yaxshi bo'lsa, agar dugonalarda ham bo'lsa, telefon qilsak, agar iloji bo'lsa, Faya opamizga aloqaga chiqsak, WhatsApp yoki Telegram orqali telefon qilaylik. Chunki men aloqaga chiqinglar, men alohida dugonajonimni bugungi qutlug' yoshi bilan tabriklamoqchiman degan gaplarni aytib o'tdilar. Bog'im onamning guliga yetolmaydi, sochlarimni silagan qo'liga yetolmaydi. Agar dunyo shoirlari nomimga she'r yozsa ham, onamni bir ovoz keldingmi bolam degan tiliga yetolmaydi. Siz baxtim yo'liga nur sochgan onamsiz. Men uchun uyqusi qochgan onamsiz. Siz asli bosi sokin ayolsiz, lekin meni desa tog'dan ham oshgan ayolsiz. Dunyoda hech narsadan qo'rqmagan, biroq farzandlaring baxtsizligidan qo'rqqan ayolsiz. Biroq men baxtli-baxtiyor inson, chunki meni baxtli qilib tuqqan ayolsiz. Onajonlarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Bugungi qutlug' yoshingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Demak, dugonalar shu yerda tabrik so'zlarini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz dugonajonlar. Mana bugun dugonamning Mo'minning tavallud kuniga yig'ilib o'tirgan ekanmiz. Dugonamga uzoq umr baxt saodat tilaymiz. Shuningdek, nevarasini ham tug'ilgan kun ekan. Nevarasi ham katta yigit bo'lsin doim. Yaxshi kunlarga o'tirish bizga har doim nasib qilsin. Umringiz uzoq, rizqingiz butun, davlatingiz ziyoda bo'lsin dugonajon. Tug'ilgan ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Demak, aloqaga chiqyaptilar Faya opamiz. Go'zalim, qandaysan? Yaxshimisan? Zo'rmisan? O'zing uzoqda, lekin biz bilan yaqinda birgasan doim. Rahmat dugonajon, boringga shukr. Hamisha birga yuradi.
Salomat bo'ling Mufayo opa, sog' bo'lib salomat bo'lib yurishingizni Allohdan so'raymiz. Endi kelinglar yaqinlar, qadrdonlar, opalarimizni, onajonlarimizni davramizga o'yinlarga, raqslarga chorlab qolsak, ajoyib o'yinlar tashkil qilamiz. Marhamat. Shodiyona kundir bugun, chehralarni oching kulgin. Shodiyona kundir bugun, chehralarni oching kulgin. Darul aman kunlar uchun, o'ynang onajon o'ynang. Darul aman kunlar uchun, o'ynang bearmon o'ynang. Farzandlar endi zo'r qanot, xizmatga shay o'ktam avlod. Farzandlar endi zo'r qanot, xizmatga shay o'ktam avlod. Boyu jannatlardan bunyod, o'ynang onajon o'ynang. Boyu jannatlardan bunyod, o'ynang onalar o'ynang. Qo'l ochganingiz duoga, rahmatdir ikki dunyoga. Qo'l ochganingiz duoga, rahmatdir ikki dunyoga. Chehrangiz to'lib ziyoga, o'ynang onajon o'ynang. Chehrangiz to'lib ziyoga, o'ynang bearmon o'ynang. Ona buyursak, ona mo'tabar, jannat onaning oyog'i ostidadir. Onajonlarimiz umrlari sog' bo'lsin. Siz borsizki baxtim butun, ey onajon o'ynang bugun. Siz borsizki baxtim butun, ey onajon o'ynang bugun. Iqbol tilab bizlar uchun, o'ynang onajon o'ynang. Iqbol tilab bizlar uchun, o'ynang bearmon o'ynang. Shodiyona kundir bugun, chehralarni oching kulgin. Shodiyona kundir bugun, chehralarni oching kulgin. Darul aman kunlar uchun, o'ynang onajon o'ynang. Darul aman kunlar
canım, hokis bu kimden canım? Bahçeden canım, hokis bu kimden canım? Mavrigi bu konoye, hori bahçeden canım. Mavrigi bu konoye, hori bahçeden canım. Şken boz şabat amma kola roz şabat şken boz şabat amma kola roz şabat Çoğmayı sar dözlü şabat kuz doyup var dözlü şabat Çoğmayı sar dözlü şabat kuz doyup var dözlü şabat Başçı şıkı şamol tutarça soğuk şamol Başçı şıkı şamol tutarça soğuk şamol Bobo çaydan çangi bibi çoy kaşangi Kalır Rahman Kimge yapmaz yaxşı kün oğlanazım Yurtimiz hiç gündeki başa koymazım Oğlanıma fakırlarım Yurtum sene tazım kılamam tazım Oğlanıma fakırlarım Yurtum sene tazım kılamam tazım Beni yurtum şundayım şahır azım Gül koşusu tutmaz bizler koymazım Beni yurtum şundayım şahır azım Gül koşusu tutmaz bizler koymazım Köyümüzün barı alıp anları Lezgiki aha gel gel Köyümüzün barı alıp anları Lezgiki aha gel gel Aklın hala ibadeler duymasa Yurtumuzun Rabbasası dinler Yani yurtum şundayım şahır azım Kül koşusu tutmaz bizler koymasın Yani yurtum şundayım şahır azım Kül koşusu tutmaz bizler koymasın Sağlıkcan hoş geldiniz Rahman Bahtiyar'a gel Bütün dünya kuşağımızga muayyin Otken bu sene için asıl için Bütün dünya kuşağımızga muayyin Otken bu sene için asıl için Yurtumda kelgen seyahatçiler Körüp ara alıp kalkarlar hain Beni yurtum şunda yaşahır asıl Kül koşusu tutmaz bizler koymazım Beni yurtum şunda yaşahır asıl Kül koşusu tutmaz bizler koymazım Vatanımız şundayım şahır azım Koşu sürmez bizler koymazım